Menga eng ko'p beriladigan savollardan bittasi, nima uchun siz faqat chet el brendlarining narsalarini ko'rsataverasiz deyishadi. Bugun mana O'zbekiston xalqini ishonchiga kirgan Vero o'zimizning milliy brendi nasoslarni xilma-xillarini ko'rsatib beraman. Menga juda yoqqani mana shu magnitli retsirkulyatsiyoniki bo'ldi. O'zi nasoslar 3 ga bo'linadi. Отопление tizimidagi, kalsivoy tizimidagi sirkulyatsionni nasoslar mana shular kiradi. Bularning xillari juda ko'p. Undan keyin mana retsirkulyatsiya GVS, ya'ni issiq suvni aylantirib beruvchi nasoslar. Bu yerda polivnoy, turgan suvni shunday itarib davleniya qilib beradigan nasoslar, keyin pastdan tepaga ko'tarib beradigan nasoslar. Xunuk bo'lsa ham aytaman, ustalarimiz cho'chqa nasos deyshadi. Mana buni ham chestotnilari kelgan bemalol so'rashinglar mumkin. Bularni mana pastdan suvdan tortib berishadi, ya'ni dala sharoitlarida bular quduqdan tortib beradi. Bunisi pishchivoyga ishlatiladi. Bu nasosimiz suxoy zashitali nasoslar, ya'ni suv bo'lmay qolganda 5 minutdan keyin o'zi o'chib qoladigan nasoslar ham bor. Yana zo'r yengillardan bittasi domnikilarga nima kerak bor desanglar, mana domnikilarga shu nasosni davleniya qilib beradigan nasos, mana bu avtomatikasi. Narx-navolar bo'yicha kommentariyalarda so'rasanglar, hammasiga javob berishga harakat qilamiz. Bularning yaxshi tomoni, butun O'zbekistonda hamma viloyatlarda dilerlari borligi, servis sentrlari borligi. Ertaga bizilib qolsa chet eldan hech kim olib kelib berib o'tirmaydi. Shunaqa nasoslar kerak bo'lsa, bemalol kommentariyaga murojaat qilinglar. Videoni tanish do'konchilarga, santexnik ustalarga hamda uy qurayotgan tanishlarga jo'natib qo'yinglar. Sog' bo'lasizlar.